Серьезный joyga kirib olganmiz mana. Yo'q, shuni o'tiribdi. Yomg'irlar ko'ramiz. Короче, amalladim. Sherzod bo'yli mana. Qani endi bo'ylasi. Uryapti. Mujik. Baliq uryapti. Farhodboy, nima gap? Charchab ketdi, короче, klublardan. Baliq, короче, to'lla. Oling qani? O'tirdi. O'tirib bo'lgan, hozir ana ursa og'zidan ketib qoladi. Baliq jalka emas, qanday? Qaysi baliq jalka emas? Qozog'istonlik borib keldi. Baliq shimani onasining. Videoga olmayapsizmi? Olma. Olasizmi? Olsi. To'xta, qattiq tortma. Chet kuryapti. Sekin bu yorroq qiling. Sekin ko'taring. Friksiyon qilib turib. O'g'lim. Sekin ko'taring, sadokti kiryapti. Suchka. Ana. Ani uryapti. Qasi. Qarab turing. Ikkala bu ham zo'r bo'lyapti deydi-yu. Xolasi mana qaytyapmiz, faqat qo'rqib ketmanglar. Natijalarni tog'a ko'taryaptilar mana. Bismillah. 2 kishi mana 1 sutkalik natija. 1 sutka mana ikkalamiz kurashdik tog'am bilan. Xudo xolasa yomon bo'lmadi. Bismillah.
To'xtang, sekin. Mana shuni Shuni ushlab olaman. Ko'tar. Voy, men ko'tara olmayapman. Ko'tarib olmayapti-ku buni. Ko'taring, nimaga? Qani ijoga olsin. Qani oyog'imni ham tushib. Sherzod bo'yla. Faqat Sherzod bo'ylami, aka? Farhod bo'yla. Napa bo'yla degani? Ha, ana endi o'ziga keldingiz, aka. Kelamiz, mana qirib yubordik. Voy, to'xtaydi. Qani atga adaring? Yo'kani qo'yaylik. Ikkita chiqaraylik. Mana 1 kilo 200 lik, 1,5 kilolik mana qo'llaridagi sazallar. Bir sutkalik natijali mana. Aka, men 40 tami 50 ta deyotgandim, aka. 150 ta ekan-ku. Qarasam bor etib qo'yinglar, tamaydasini qo'yib yuboraylik. Ya, qarasam 600-700 grammlik qaraslar, yo'qmi? Shunda adarsiz chiqmaydimi? Adargancha adaring, qolganini qo'lda olasiz. Men torta olmayaptilar mana, akam torta olmayaptilar. Bo'ldi. Yer ko'k balo. Lekin qo'yib yuboradigan chiklar yo'q bu yerda. Tag'in u negativ yozib yurmanglar. Chik yo'q, karaz mana maydalari. Sazanni kichkinasi 800 gram 1 kilo, eng kichkinasi. Mana. Nima gap? Mana. Xullas mana shu 1 sutkalik natijamiz, xudo xolisa. Farhodboy, ko'rdingizmi Farhodboy? Areni uz deyishimni. Mana shunaqa bugungi natijali yomon emas, xudo xolisa. Nima deyapti?